Assalomu alaykum, mana muxlislarim, yaxshimisizlar? Mana gullar qaranglar, mana gullar. Namanganda gullar bayramiga tayyorgarlik ketyapti ekan. Bunaqa chiroyli gullar. Hamma yoq gulzor ekan. Eng yaxshi ko'rgan gulim atirgul. Atirgulni ham bunaqa oqlar. Qaranglar chiroyliligini. Baribir gul parvarish qilishni bilmayman, lekin gullarni ko'rsa odam bahridan ochiladi. Yosharadi. Gullarni ko'rib hamma g'am tashvishlar unutadi. Degandek mana mazza qilib yuribdi. Namanganimizni gullar bayrami boshlanar ekan, hademay mana boshqa respublikalardan, boshqa viloyatlardan kuzatayotgan muxlislarim, sizlarga tavsiya qilaman. Mana shu Namanganda gullar bayrami boshlansa, albatta kelib, shu gullar bayramida